Hurmatli tomoshabinlar, aziz yurtdoshlar. Bugungi videomizda siz nafaqat O'zbekistondagi pensiya jamg'armasining hozirgi holati va uni orab turgan ulkan muammolar haqida bilib olasiz, balki eng muhimi, bu holat shaxsan sizning pensiyangizga qanday ta'sir qilishi mumkinligi, qanday islohotlar kutilayotgani va siz o'z huquqlaringizni himoya qilish uchun nima qilishingiz kerakligini ham anglab yetasiz. Diqqat bilan tinglang, chunki bu ma'lumotlar sizning kelajagingiz uchun juda muhim bo'lishi mumkin. Sizning umringiz davomida halol mehnatingiz evaziga yigilgan pensiya bugun shunchaki bir qog'oz parchasi bo'lib qolishi mumkinmi? Bu savol minglab, balki millionlab insonlarning qalbini kemirayotgan, ularni tinchlikdan mahrum etayotgan achchiq haqiqatdir. Bugun men siz bilan aynan shu dahshatli xavf haqida ochiq-oydin gaplashmoqchiman. Bizning jamiyatimizda har bir inson o'z umrining eng sermahsul va g'ayratga to'la yillarini vatan ravnaqi, oilasi farovonligi uchun fidokorona mehnatga bag'ishlaydi. Kimdir qishloq xo'jaligining keng dalalarida tongdan shomgacha bel bukdi. Oftobda qorayib, dehqonchilikning mashaqqatli yukini yelkasida ko'tardi. Mamlakatimiz dasturxoniga rizq-roz ulashdi. Kimdir sanoat gigantlarining shovqinli sexlarida mashinalar gumburlashi ostida, metallning hidi anqib turgan muhitda, zamonaviy texnika ortida turib ishlab chiqarishni ta'minladi. Mamlakat iqtisodiyotining yuragini harakatga keltirdi. Yana kimdir yosh avlodga ilm-fan sirlarini o'rgatib, ularni kelajakka tayyorladi. Xuddi bir bog'bon nihollarni parvarish qilganday, farzandlarimiz qalbida bilim urugini ekdi, ularga vatanni sevishni o'rgatdi. Yana kimlardir oq xalat kiyib, minglab insonlarning sog'ligi va hayoti uchun kurashdi. Og'riqlarni yengishga, umidlarni qaytarishga yordam berdi, bemorlarga shifo ulashdi. Har biringiz o'z kasbingizda sidqidildan ishladingiz, davlatga belgilangan soliqlarni muntazam to'ladingiz, kelajagingizni, qariya kunlaringizni tasavvur qilib, o'zingizga qandaydir bir ishonchli zamin yaratdingiz. Sizning davlatga bo'lgan ishonchingiz, shartnomangiz, qachondir tinch va farovon keksayish orzungiz bugun jiddiy sinov ostida qolganini his qilish qanday og'riqli ekanini men juda yaxshi tushunaman. O'zbekistonning har bir fuqarosi, ayniqsa pensiya yoshidagi yoki pensiyaga yaqinlashib qolgan insonlar bu mavzuni eshitganlarida chuqur o'yga toladi, chunki bu ularning hayotiga, taqdiriga bevosita daxldor. Axir sizning yoshligingiz va g'ayratingizga to'la hayotingiz shu yurtga, shu xalqqa, uning kelajagiga bag'ishlandi. Sizning mehnatingiz tufayli bugun ko'plab insonlar o'z uyida osoyishta yashamoqda, farzandlarimiz maktablarda ilm olmoqda, oliy ta'lim muassasalarida tahsil ko'rmoqda, shifoxonalarda davolanmoqda, yangi yo'llar, binolar qad rostlamoqda. Bu xuddi beton poydevor ustiga qurilgan ulkan binoga o'xshaydi. Ammo tasavvur qilingi, kimdir sizning shu mustahkam poydevoringizni kemirmoqda, uni zaiflashtirmoqda, kelajagingizni shubha ostiga qo'ymoqda. Bu holat nafaqat moddiy qiyinchiliklarni, balki ruhiy iztiroblarni ham keltirib chiqaradi, insonni tinchlik va xotirjamlikdan mahrum etadi. Sizning og'ir mehnat bilan topgan, yillar davomida pensiya jamg'armasiga yigilgan pullaringiz bugun qandaydir noaniqliklar girdobida qolib ketmasligini kim kafolatlay oladi? Kim sizga qo'rqmang, sizning pensiyangiz xavfsiz va to'liq saqlanadi, deb to'liq ishonch bilan ayta oladi? Sizning bobom yoki buvim singari yosh avlodga, men shuncha yil shu mamlakat uchun mehnat qilganman, bugun esa faxriyman, deb gurur bilan aytadigan gaplaringiz. Bugun xuddi hech kimga keraksiz bir eski hikoyaga aylanib qolmasligi uchun kurashishimiz kerak. Axir bizning bobo dehqonlarimiz yerga urug' qadab, keyin hosilni yigib olishganday, siz ham umringizning eng sermahsul yillarini mehnatga bag'ishladingiz va endi bu mehnatingiz hosilini ko'rishni, munosib keksayishni xohlaysiz, shunday emasmi? Ammo bugungi vaziyat shu hosilning bir qismi yo'q bo'lib ketish xavfi ostida ekanligini ko'rsatmoqda. Bu xavf, afsuski, haqiqatdan ham mavjud va u haqida ochiq gapirishimiz zarur. Men sizdan so'ramoqchiman, siz umringizning qancha yilini mehnatga bag'ishladingiz? Qaysi sohada faoliyat yuritdingiz? Qanday qiyinchiliklarni boshdan kechirdingiz? Pensiyaga chiqish uchun qanday orzular bilan yashadingiz? Bugungi vaziyat sizda qanday his-tuyg'ularni uyg'otmoqda? O'z mehnatingizdan gururmi, adolatsizlikdan norozilikmi, yoki shunchaki yashab qolish uchun kurashning yangi usullarini izlash istagimi? Iltimos, o'z hikoyalaringizni, yillar davomida jamg'arma uchun to'lagan soliqlaringiz haqidagi fikrlaringizni va hozirgi vaziyatga munosabatingizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning har bir fikringiz, har bir hikoyangiz biz uchun juda muhim, chunki bu bizning umumiy muammomizga yechim topish yo'lidagi birinchi qadamdir. Bu ovozlarni eshitishlari shart.
Agar siz ham o'z huquqlaringizni bilishni, kelajakdagi o'zgarishlardan birinchi bo'lib xabardor bo'lishni, qonunlardagi muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslikni istasangiz, kanalimizga hoziroq obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Faqat shu yo'l bilan siz muntazam ravishda eng dolzarb, ishonchli va sizning pensiyangizga bevosita ta'sir qiluvchi ma'lumotlarni olasiz. Bu sizning huquqiy savodxonligingizni oshirish yo'lidagi eng muhim qadamlardan biridir, chunki xabardorlik sizning himoyangizdir. Keling, endi vaziyatga chuqurroq nazar tashlaylik. Rasmiy statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatmoqdaki, pensiya jamg'armasining xarajatlari uning soliq tushumlaridan bir necha barobar, ba'zi manbalarga ko'ra esa 2-3 barobar tez o'smoqda. Bu shuni anglatadiki, har yili davlat umumiy davlat budjetidan milliardlab, hatto trillionlab so'm mablag'larni pensiya jamg'armasidagi bu moliyaviy farqni qoplashga majbur bo'lmoqda. Bu oddiy bir statistika emas, bu og'riqli haqiqat, bu muammoning shunchaki bir qismi xolos. Bu xuddi bir kishi daromadidan ko'proq xarajat qilib, har oy qarzdorlikka botib borayotganiga o'xshaydi. Faqat bu yerda gap bir kishi emas, butun mamlakatning pensiya tizimi haqida ketmoqda. Bu esa millionlab insonlar taqdiriga daxldor masaladir. Eslasangiz, ilgariroq pensiya tizimi nisbatan barqarorroq va tushunarliroq ko'rinardi. O'sha paytlarda garchi har bir fuqaroning pensiyasi bugungi kabi yuqori bo'lmasa-da, tizimning moliyaviy barqarorligi borasida bugungidek xavf va noaniqlik yo'q edi. Ishlayotgan aholi soni nafaqaxo'rlar sonidan sezilarli darajada ko'p edi. Har bir ishchi kamida bir nafar nafaqaxo'rning pensiyasini ta'minlashga qodir edi va bu muammo tug'dirmasdi. Bu tizim avlodlararo birdamlik tamoyiliga asoslangan bo'lib, bugun ishlayotganlar ertaga o'zlari nafaqaga chiqqanlarda, keyingi avlod ularni ta'minlashini bilardi. Bu xuddi oilada katta ogillar otasiga qaraganday, keyin esa o'zlari ota bo'lganda, ularning farzandlari ularga gamxo'rlik qilishiga o'xshardi. Katta oilalar, ko'p farzandli oilalar ko'pchilikni tashkil etardi. Bu esa ishchi kuchi bazasining doimiy ravishda yangilanib turishini ta'minlardi. Mamlakatimizda sanoat ham, qishloq xo'jaligi ham jadal rivojlangan edi. Ish joylari ko'p edi, bandlik darajasi yuqori edi. Bu esa pensiya jamg'armasiga barqaror soliq tushumlarini ta'minlardi. Odil mehnat qilgan kishi o'zining kelajagi uchun ishonchli poydevor yaratayotganiga, davlat uning gamxo'rligini zimmasiga olganiga ishonardi. Qonunlar ham barqaror edi. Pensiya miqdorlari va imtiyozlar ham ancha aniq belgilangan edi. Kamdan kam hollarda o'zgartirilardi. Odamlar pensiya yoshiga yetganda, davlat o'z zimmasidagi majburiyatni to'liq bajaradi deb ishonardi va bu ishonch asossiz emas edi. Pensiya bu nafaqat moddiy ta'minot, balki insonning umr bo'yi qilgan mehnatiga berilgan yuksak e'tirof, faxr ramzi edi. Qariyalar o'z xizmatlari uchun jamiyatning hurmati va e'tiborini his qilardi. Ular o'zlarini jamiyatning qadrli a'zosi deb bilishardi. Ammo bugun vaziyat tubdan o'zgardi. Demografik o'zgarishlar, ya'ni tugilish darajasi pasayib, umr ko'rish davomiyligi ortib borayotgani, shuningdek iqtisodiy o'zgarishlar pensiya jamg'armasiga katta bosim o'tkazmoqda. Yosh avlod soni avvalgidek tez sur'atlarda o'smayapti, ammo pensiya yoshiga yetgan insonlar soni ortib bormoqda. Ularning yashash davomiyligi ham uzoqlashmoqda. Bu shuni anglatadiki, har bir ishchi endi ilgarigidan ko'proq nafaqaxo'rni ta'minlashga majbur. Tasavvur qiling, bir oilada bitta ishlaydigan kishi 3-4 nafar nafaqaxo'rga qarayotgan bo'lsa, bu unga qanday og'irlik bo'ladi? Xuddi shunday davlat miqyosida ham bu yuk ortib bormoqda. Ya'ni pensiya jamg'armasining xarajatlari ortib, daromadlari esa talab darajasida o'smayapti. Ikkinchidan, iqtisodiy o'sish sur'atlari har doim ham pensiya jamg'armasining ehtiyojlarini qondira olmayapti. Qora bozor, norasmiy bandlik, konvertda maosh to'lash kabi muammolar ham soliqlarning pensiya jamg'armasiga to'liq tushishiga to'sqinlik qilmoqda. Chunki bu ishlardan soliqlar umuman to'lanmaydi yoki juda kam miqdorda to'lanadi. Natijada har yili davlat budjetidan milliardlab, hatto trillionlab so'm o'tkazmalar pensiya jamg'armasini qutqarib kelmoqda. Bu esa umumiy davlat budjetiga katta og'irlik soladi. Chunki bu mablag'lar aslida boshqa hayotiy muhim sohalar, ta'lim tizimini rivojlantirish, tibbiyotni modernizatsiya qilish, infratuzilma loyihalarini amalga oshirish, hatto mudofaa uchun ishlatilishi mumkin edi. Bu xuddi yamoqchilikka o'xshaydi. Bir joyini yamaysiz, lekin boshqa joy teshiladi va bu to'xtovsiz davom etadi. Mahalliy iqtisodchilar va xalqaro ekspertlar ochiq-oydin aytishmoqdaki, ushbu holatda qattiq va ommaga yoqmaydigan islohotlarsiz bu tizim uzoqqa bormaydi. Moliyaviy jihatdan barbod bo'lish xavfi mavjud.
Bu gaplar oddiy odamlarning asabiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Ularning hayotiga bevosita daxldor bo'lgan xavotirlarni kuchaytiradi. Pensionerlar va pensiya yoshiga yaqinlashib qolgan insonlar doimiy taranglikda yashamoqda. Ular kelajakda imtiyozlarning bekor qilinishi, masalan, kommunal to'lovlardagi yengilliklar, transportdagi chegirmalar, sog'liqni saqlashdagi ba'zi bepul xizmatlarning pullik bo'lib qolishi, ustamalar qisqartirilishi, pensiya hisoblash formulalarining ular foydasiga bo'lmagan tarzda qayta ko'rib chiqilishidan, hatto pensiya yoshining yana bir bor oshirilishidan qo'rqishadi. Bu qo'rquv bejiz emas, chunki butun dunyoda shunga o'xshash vaziyatlarda davlatlar aynan shu yo'lni tanlashga majbur bo'lgan. Ba'zi mamlakatlarda pensiya yoshi sezilarli darajada oshirildi. Ba'zilarida pensiya miqdorlari inflyatsiya darajasiga nisbatan muzlatildi. Ayrim joylarda esa hatto ba'zi imtiyozlar butunlay bekor qilindi yoki qisqartirildi. Shuningdek, ba'zi mamlakatlarda ijtimoiy to'lovlar miqdorini aniqlashda fuqaroning boshqa daromadlari ham hisobga olinadigan daromadlarni tekshirish tizimi joriy etilgan. Bu esa keksaygan insonlarning hayot sifatiga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ularni nafaqat moddiy, balki ruhiy jihatdan ham qiynashi mumkin. Bu vaziyatda kimlar ko'proq xavf ostida qolishi mumkin, kimlarga esa o'zgarishlar ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Keling, shu hafta batafsilroq to'xtalamiz. Xavf zonasida birinchi navbatda minimal pensiya oluvchilar va imtiyozli pensiyaga chiqqanlar bo'lishi mumkin. Minimal pensiyalar odatda inflyatsiya darajasi bilan birga oshirilishi kerak bo'lsa-da, katta budjet tanqisligi sharoitida bu jarayon sekinlashishi yoki hatto to'xtatilish xavfi bor. Bu esa ularning sotib olish qobiliyatini sezilarli darajada pasaytiradi, chunki narxlar oshadi, pensiya esa o'zgarishsiz qoladi. Shuningdek, turli imtiyozlar asosida, masalan, og'ir mehnat sharoitlari, masalan, konchilik, kimyo sanoati, radioaktiv moddalar bilan ishlash yoki uzoq muddatli staj, masalan, 35 yildan ortiq stajga ega bo'lganlar uchun muddatidan oldin pensiyaga chiqqan shaxslarning imtiyozlari qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bunday imtiyozlar ko'pincha davlatga katta moliyaviy yuk bo'lib tushadi va iqtisodiy tanglik paytida aynan shunday imtiyozlar birinchi bo'lib ko'zga tashlanadi. Ularni kamaytirish orqali jamg'arma xarajatlarni qisqartirishga harakat qilinishi mumkin. Hatto pensiya miqdorini hisoblash formulalaridagi o'zgarishlar ham ularning umumiy pensiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Masalan, staj yillari uchun beriladigan koeffitsiyentlar, oylik maoshni hisoblashda qo'llaniladigan koeffitsiyentlar o'zgartirilishi yoki qo'shimcha ustamalar bekor qilinishi mumkin. Hatto pensiya yoshini bosqichma-bosqich oshirish ham eng ko'p muhokama qilinadigan variantlardan biridir. Bu esa pensiyaga chiqishni kutayotgan minglab insonlarning rejalari va umidlarini puchga chiqarishi mumkin. Ammo har qanday islohotlar doim ham faqat salbiy bo'lmaydi. Ba'zi toifadagi pensionerlar uchun hatto ijobiy o'zgarishlar ham kutilishi mumkin. Kimlar ular? Birinchidan, rasmiy sektorda uzoq yillar davomida yuqori maosh bilan ishlagan va barcha soliqlarni o'z vaqtida to'lagan shaxslar. Ular pensiya jamg'armasiga katta hissa qo'shganlari sababli ularning pensiyalarini keskin qisqartirish siyosiy jihatdan qiyinroq bo'ladi va bu adolatsizlik hisoblanadi. Ehtimol, ularning pensiyalari nisbatan barqaror qoladi yoki minimal darajada o'zgarishlarga duch keladi. Ikkinchidan, ijtimoiy himoyaga muhtoj, nogironligi bor shaxslar yoki boquvchisini yo'qotgan oilalar. Bu toifalar odatda har qanday islohotlarda ham birinchi navbatda davlat tomonidan himoya qilinadi, chunki ularning moddiy ahvoli boshqa pensionerlarga nisbatan og'irroq bo'ladi. Davlat har qanday holatda ham birinchi navbatda eng zaif qatlamni himoya qilishga, ularning yashash minimumini ta'minlashga intiladi. Uchinchidan, ba'zi professional faoliyat egalari, masalan, fan arboblari, xizmat ko'rsatgan artistlar, adabiyot namoyandalari yoki sportchilar kabi maxsus pensiya tartibotlariga ega bo'lishi mumkin va ularga nisbatan o'zgarishlar kamroq ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuningdek, pensiya tizimini optimallashtirish doirasida, adolat tamoyilini tiklash maqsadida, masalan, pensiya miqdorini belgilashda staj va to'langan soliqlar miqdoriga ko'proq e'tibor berish kabi yangi formulalar joriy etilishi mumkin. Bu esa ilgari yetarlicha baholanmagan, ammo yuqori maosh olgan va ko'p soliq to'lagan fuqarolar uchun foydali bo'lishi mumkin. Ularning pensiyalari endi o'z hissalariga yanada mos kelishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, tizimni saqlab qolish va kelajak avlodlar uchun ham pensiya tizimini barqaror qilish uchun islohotlar muqarrar. Bu shunchaki usul emas, bu real vaziyat va uning yechimi kechiktirib bo'lmaydigan darajada muhim. Hozirgi kunda pensiya tizimini butunlay yangidan qurish bo'yicha turli g'oyalar muhokama qilinmoqda.
Ba'zi ekspertlar shaxsiy pensiya jamg'armalarini joriy etishni, ya'ni har bir fuqaro o'zi uchun alohida pensiya hisobi ochib, unga pul to'plab borishini taklif qilmoqda. Bu esa kelajakda davlatga bog'liqlikni kamaytiradi. Boshqalari esa umumiy soliq yukini oshirishni, ya'ni ish beruvchi va ishchidan pensiya uchun ko'proq soliq undirishni taklif qilmoqda. Lekin har qanday holatda ham eng muhimi bu islohotlar adolatli va ijtimoiy himoyani ta'minlagan holda amalga oshirilishidir, chunki bu millionlab insonlar hayotiga daxldor masaladir. Bizning huquqshunoslik amaliyotimizda har kuni pensiyaga oid turli savollar va muammolar bilan murojaatlar bo'ladi. Har bir inson o'zini ishonchli himoya qilingan deb his qilishni xohlaydi, ayniqsa keksaygan chog'ida. Bu esa davlatning asosiy vazifalaridan biridir. Men yana bir bor sizga murojaat qilaman, aziz tomoshabinlar. Sizningcha pensiya jamg'armasidagi bu katta muammoga yechim qanday bo'lishi kerak? Hukumat qaysi islohotlarni amalga oshirishi eng to'g'ri yo'l bo'ladi deb hisoblaysiz? Bu islohotlar sizningcha qanday bo'lishi kerak? Yoki balki siz o'zingizning pensiyangizni qanday qilib himoya qilyapsiz? Balki sizda ushbu murakkab davrda iqtisodiy qiyinchiliklarga qaramay yashab qolish uchun o'zingizning shaxsiy sirlaringiz, maslahatlaringiz bormi? Iltimos, bu haqda izohlarda yozib qoldiring. Sizning har bir fikringiz umumiy munozaramiz uchun juda qimmatlidir va hokimiyat vakillari e'tiborini tortishi mumkin. Xo'sh, bu vaziyatdan chiqish uchun oddiy fuqarolar, ya'ni siz nima qilishlaringiz kerak? Siz o'z huquqlaringizni qanday himoya qila olasiz va kelajakdagi noaniqliklarga qanday tayyorgarlik ko'rishingiz mumkin? Keling, aniq tavsiyalar beray. Birinchidan, doimiy ravishda axborot bilan tanishib boring va huquqiy savodxonligingizni oshiring. Pensiya qonunchiligidagi har qanday o'zgarishlarni, jumladan yangi qonunlar, qarorlar va farmonlarni kuzatib boring. Bizning kanalimiz aynan shu maqsadda ishlaydi. Sizni eng so'nggi va ishonchli ma'lumotlar bilan ta'minlash. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari, Moliya vazirligi, Pensiya jamg'armasi va Adliya vazirligining rasmiy e'lonlariga diqqat qiling. Ularni tushunmasangiz, darhol mutaxassislardan, huquqshunoslardan yordam so'rang. Rasmiy davlat resurslari, ishonchli yangiliklar portallari va ijtimoiy tarmoqlardagi tasdiqlangan sahifalarni kuzatishni odat qiling. Axborotga ega bo'lish bu sizning birinchi va eng muhim himoya vositangizdir. Qonunlarni bilish sizga nimaga haqli ekaningizni aniq tushunishga yordam beradi va sizni noxush holatlardan himoya qiladi. Ikkinchidan, pensiya hujjatlaringizni tartibga soling va ularni to'liq ekanligiga ishonch hosil qiling. Ish stajingizni tasdiqlovchi barcha hujjatlar, masalan, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, oliy o'quv yurtida o'qiganlik to'g'risidagi diplomlar, harbiy xizmatni o'taganlik haqidagi hujjatlar, maosh to'g'risidagi ma'lumotnomalar, ayniqsa pensiya hisoblash uchun kerak bo'ladigan oxirgi 10 yil yoki istalgan 5 yil uchun, nikoh yoki tugilish guvohnomalari boquvchisini. Yo'qotganlik pensiyasi uchun bularning hammasi to'g'ri va to'liq ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir nomuvofiqliklar, xatolar yoki yetishmovchiliklar bo'lsa, ularni hozirdanoq bartaraf etishga harakat qiling. Axir, keyinchalik islohotlar amalga oshirilganda, bunday hujjatlar sizning pensiya miqdoringizni hisoblashda hal qiluvchi rol o'ynashi mumkin va ularni keyinroq topish juda qiyinlashishi mumkin. Eski arxivlar buzilib ketgan yoki yopilgan bo'lishi mumkin. Bularni oldindan tayyorlab qo'yish sizga vaqt va asabni tejaydi. Shuningdek, pensiyangizni to'g'ri hisoblash uchun mustahkam asos yaratadi. Uchinchidan, moliyaviy savodxonligingizni oshiring va shaxsiy jamg'armalaringizni yarating. Hatto kichik miqdorda bo'lsa ham, shaxsiy jamg'arma yaratishga harakat qiling. Bu kutilmagan vaziyatlarda, masalan, pensiya miqdori kutilmaganda kamayib qolganda yoki qo'shimcha xarajatlar paydo bo'lganda sizga yordam berishi mumkin. Davlat pensiya tizimi bilan bir qatorda shaxsiy moliyaviy barqarorlikni ta'minlash ham bugungi kunda har bir fuqaro uchun dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda. Bu nafaqat pensiya bilan bog'liq xavflarni kamaytiradi, balki umuman hayot sifatini yaxshilashga yordam beradi. Kichik qadamlar bilan boshlang. Masalan, har oylik daromadingizning bir qismini ajratib borishni odat qiling. Banklardagi omonatlar imkoniyatlarini o'rganing. Hatto kichik miqdordagi zaxira ham sizga ishonch beradi. To'rtinchidan, jamoatchilik faoliyatida faol ishtirok eting va o'z ovozingizni eshittiring. Agar sizning huquqlaringizga ta'sir qiladigan muhim qarorlar muhokama qilinayotgan bo'lsa, o'z fikringizni bildirishdan tortinmang. Davlat organlari tomonidan tashkil etiladigan jamoatchilik muhokamalarida, mahalliy kengashlar yig'ilishlarida, ijtimoiy tarmoqlardagi munozaralarda faol bo'ling.
Sizning ovozingiz ahamiyatli va u eshitilishi shart. Pensionerlar uyushmalari yoki boshqa nodavlat tashkilotlar orqali birgalikda harakat qilish sizning huquqlaringizni himoya qilishda ko'proq samara berishi mumkin. Bir kishi maydonda yakka, ammo 1000 kishi birlashsa, kuchli bir harakat bo'ladi va hukumatning e'tiborini tortishi mumkin. Umumiy manfaatlar yo'lida birlashish bu kuchdir. 5-dan, mutaxassis maslahatini oling. Agar sizda pensiya hisoblash, imtiyozlar, kelajakdagi islohotlar yoki pensiya qonunchiligining murakkab jihatlari bo'yicha savollar tug'ilsa, malakali huquqshunos yoki pensiya mutaxassisiga murojaat qiling. Ular sizning individual vaziyatingizni ko'rib chiqib, eng to'g'ri maslahatlarni bera oladilar. Sizning huquqlaringizni himoya qilishda amaliy yordam ko'rsatadilar. Esingizda bo'lsin, huquqiy yordamdan foydalanish bu sizning qonuniy huquqingiz. O'zingizni bilimsiz qoldirmang, chunki bu eng yomon variant bo'lishi mumkin. Aziz tomoshabinlar, biz videomizning boshida pensiya jamg'armasidagi ulkan defitsit va kelajakdagi islohotlar xavfi haqida gaplashgan edik. Bu muammo shaxsiy hayotingizga qanday ta'sir qilishini, qanday qo'rquvlarni keltirib chiqarishini ham tahlil qildik. Endi savol tug'iladi. Sizningcha, davlat pensiya jamg'armasidagi bu ulkan defitsitni qoplash uchun qaysi yo'lni tanlash kerak? Sizning yillar davomidagi mehnatingizga ko'rsatilgan ishonchni saqlab qolish uchun umumiy davlat budjetidan trillionlab so'm o'tkazishni davom ettirishmi va shu bilan boshqa sohalardagi rivojlanishni qurbon qilishmi yoki pensiya tizimini davolash uchun qattiq va ehtimolki ommaga yoqmaydigan islohotlarga qo'l urishmi, masalan, pensiya yoshini oshirish yoki imtiyozlarni qisqartirish yo'li bilanmi? Va bu tanlov shaxsan sizga, sizning oilangizga qanday ta'sir qilishi mumkin deb o'ylaysiz? Bu haqda izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Sizning javobingiz biz uchun va butun jamiyat uchun juda qimmatlidir. E'tiboringiz uchun rahmat. O'zingizni va huquqlaringizni himoya qiling. Kelajak porloq bo'lsin.